Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyasıda hazırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün sizlere 2021 yıl 6. ayının 4. günü atık hesap vatandaşlar. Vaziyet doğrusu gap kılsak hazırgısı cimip ketkendik. Hatta Tayvan şundaq cimip ketkendik. Tayvan boğazı şundaq cimip ketkendik. Atrapның hammasi cimlik. Lekin bu cimlikning içinde belki hareket var. Belki hareket başlanışdan kabalqı cimlik. Bunu tushungili bo'lmaydi, vaziyatda qanday o'zgarish bo'ladi. Eng muhimi hozir 6 ayning 16 kuni yetib kelyapti. Bunun da Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining prezidentleri Shvetsariyaning Jenva shahrida uchrashdi. Shuni dunyo shuni kutib turibdi, natijasini yoki nima? Tushungili bo'lmaydi vatandoshlar. Hozir to'rbet gezilayotgan maqolalarni topamas. Onun üstüne biz hazır bu vaziyet doğrusu münasebetlik yani bir vaziyet mesela Jungo ziyalileri. Yani itiraf kıldı desek kendi taza cayğımı düşmeydi. Bırak özünün hazırki ornunu itiraf kıptı. Jin Yongnian degen ziyali bugün şu doğruda sizlerge leksiya sözdeyimiz vatandaşlar. Mavzumunda Amerika Jungo münasebeti Jin Yongnian Jungo G'arb dünyasının bilim qo'rishoviga uchirdi. Yoki bilim sohasidagi qo'rishovi ichida qoldi. Deb ko'rsatdi mavzuda xabar 6 ayning 3 kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Buni demak Dovit orbiti o'zim e'tirof qilyapti degan gap hisobda. Xabar mundaq boshlandi yoki maqola. Jungo dal hozir G'arb dunyosining bilim, ilim, qorishov sohasida qo'rishovga elishiga duch keldi. Bugün biz asrlar bo'yicha ko'rilib boqmagan bir o'zgarishga duch keldik. Bu cho'ng o'zgarish intayin muhim. Bo'libmi Amerika Jungo munosabati o'zgaryapti. Hozir ko'pchilik kishilar Amerika iqtisod sohasida Jungodan ayrilib ketib, Jungoni umumiyda qo'rishovga oladi deyishyapti. Siyaset, iqtisod, fan texnika, harbiy ishlar va kaza har qaysi taraflardan Jungoni qo'rishovga oladi deyishyapti. Lekin mening his qilishimcha yana bir eng muhim qo'rishovga elish bor. Yani Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi ilm-fan jihatda Jungoni qo'rishovga oladi. Bu jihatda Jungo duch kelgan xalqaro vaziyat haqiqatan intayin og'ir. Biz doim mundaq deydik. Mavzudan zarbaga uchrash masalasini hal qildi. Ya'ni Jungoning tarixda va reallikda zarbaga uchrash masalasini hal qildi. Zarbaga uchrash masalasini hal qildi. Deng Xiaoping Jungoda och qilish masalasini hal qildi. Hamda biz umumyuzlik til haqorat qilish masalasiga duch keldik. Kishilar diqqat qilib yetdiki, yaqindan biri G'arb dunyosi, bo'libmi Amerika, Uyg'uriston masalasidan foydalanib, diniy va millat masalalaridan foydalanib, Jungoni pichaklashtirdi. Bu ishlar Jungoning obraziga intayin zo'r zarba olib keldi. Jin Yongnian mundaq ko'rsatdi. Jungoga qarshi kuchlar bundan foydalanib, ko'plagan davlat siyosiy arboblarining, jamiyat tashkilotlarining Jungoda o'tkaziladigan qishlik olimpik marosimini cheklashini qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti. Yevropa Ittifoqi Jungo Yevropa savdo mablag' kelishimini bekor qildi.
Tayvan meselesi de G'arbga bazı devletler arka-arkadan Tayvan'ı demokratik obrazga aylandırıp demokratik Tayvan namı astida Tayvan'ı egilik, hukukluk devletke aylandırmakçı boluvatıdır. Şuna her taraftan Cumhuriyet'e qarşıga elevatıdır. Biz yanına G'arb dünyası bilen diyaloglaşımız. Özara birbirimizni xunuklaştırıvermeymiz. Özara birbirimizni tillashıvermeymiz. Sözleş cəhətdə bizden yetersizligimiz köp. G'arb dünyası bilen özara tillashish cəhətdə her qandaq üstünlükə erişelmidik. Bizden til haqaretimiz fakat özümüzden adamları anlaydıgan til haqarettir. G'arb dünyası bunu anlayalmaydı. Anlayalaydıgan bir kısmı bolsa G'arb dünyasının kolada Cumhuriyet'ni texmi xunuklaştırdıgan asas bulup kalıdı. Hazırkı vakit bizden kemterlik bilen ögünedigan vaktimiz, qandaq gap qilishni ögünedigan vaktimiz var. Hazır bazı kişiler bizden aramızda g'ururlanıp kaldı. Tillap haqoratlab, ölümge erişdik deyişivatıda. Davamını anlayısınız vatandaş.